هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Mana bu Rasululloh programmamizning 27-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, ammolarga ma'lum bo'lgandek bu programmamiz bu muborak oy Ramazon oyimiz boshlangan kundan boshlab har kuni shu soatlarda ekranlarda naq maydondan bo'lib o'tgan edi. İnşallah bu Ramazonga bir qancha kun qolib qoldi. Oxirgi kunlarda soatlarda turibmiz. Rabbim inşallah barlıq əməllərimizi qəbul qılğan boğay. Bugün alayda əskertişki tegişlik məsələ. Məsələ hər günü bu saatlarda naq meydanda bulutqan programımız. Bugün naq meydandan beridiğən üst günümüzdə kompüterdə biraz məsələ çıxanlıq üçün naq meydandan berəmədik. İnşallah programıdan keyin bunu YouTube'a yüklep boğanda ekan inşallah ekranlarda bulumuz şu yerdən görəsən inşallah. Belki etki yıkılışıp kalganlık için şirketle alaklaşkan bolsakmı bu bugün oңuşluş ihtimali bulmay kaldı. Belki bugün ve erteki etkisi bolgan programın ahırgacha YouTube'dan inşallah takip kılışanlarını ümit kılımız. Programga alakadar bolgan suallar bolsa yanıla okşaşlar ekran aldı çıkıp durarkan numaralar arkalık bizge yazsanlar biz ayrım programda inşallah cevap verişik tirişimiz. Qadrlik ko'ruvchilarimiz biz o'tgan soatda biz bugungi sonimizdan oldi bo'lgan, ya'ni 26-sonimizda bugungi Rasululloh va sinoq to'g'risida to'xtalgan programmada tugamaganligi uchun mavzu biroz kengri bo'lganligi uchun programni vaqt to'shib qilib davomlashtiramagan va bu soatda bugun davomlashtirganligimiz degan to'q. Inshaalloh shuning davomini bugun biroz to'xtalib o'tamiz. Rasulullah ve sınaq mavzusida. Programımızın daimlik mehmini, ammalar tunuşup boğan davetçi, Şarq Türkistan Ölümalar Birliği azası hürmetlik Habibullah Köseni'yi teklif kıldık. Kıymetli vaxtını çıkarıp qadamlaşıp kılğanlıq üçün alıbından köp rahmet etimiz. Allah razı olsun. Hürmetli ustadan da bilgen temamızga kirishdan burun, qadrli qarindoshlar, aldı bilan şu har qatim ta'kidlayotganimizdek köpligen qarindoshlarımızdan manfaatlanish uchun programmani köprek gruplarga qarindoshlarga ham bahrlab qo'yishni unutmaysizlar. Bevosita ustoz temamizga kirsak, o'tgan soatda qolib qolgan Rasululloh va sinoq degan nuqtada to'xtalgan to'q biz sinoqlarningki umumiy ufqum jihati to'xtaldik o'tgan qatim. Qandoq tushunimiz bu sinoqlarni bizga kelgan sinoqlarni, Rasululloh qandoq muomala qiladi bu sinoqlar degan temalarda to'xtalib bo'ldik va Allohning hikmati haqida to'xtalgan bo'ldik. Bugun ham inshaalloh shu sınaqlarning tarbiyaviy qimmati, ahamiyati haqida mishadin boshlab kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Dünyanın her qaysi qarindoshlar Allah'ın salamsizligi bo'lsin. Allah subhanahu ve taala akşam ötküzgen Qadr kechasini inşallah qabul qilib, belkim dualarımız icabet bulup vatanimizin ahvali yaxshi bo'lib ketsa inşallah. Amin. Endi biz bu Rasululloh va sinoq degan dars bu ikkinchi qism bo'lib qoldi. Aldı bilan deydiganim qarindoshlar bu dünya sinoq dunyosida dedik. Bunu biz Uyg'urlarga haqiqatan bir ig'ir sinoq keldi. Xo'sh. Shuni deyman, bizga kelgan sinoq har qancha ig'ir bo'lsa-mu İğir hamdi. İğir bosmaz. Hakikaten İğir boldu. Onundan keyin biz nagili basak, mayli İslam dünyası bolsun, mayli G'arb dünyası bolsun, bizga kelgan sinoqqa yarasha bizga bir yordam bo'lmadi. Biz yolg'iz qoldik. Shundoq bo'lsa-mu, men qarindoshlarga deyman, İbrahim alayhissalomni o'tning arasidan sog'lom chiqargan, Musa alayhissalomga dengizni yerfagan Allah biz bilan bor. Bizga chuqum nusrat keldi inşallah. Bu birinchi deydigan gapim. İkincisi
Anda şu ders azraq bir ikki qism qilib yetib qoldik. Sınaq dersini. Nimişqa degan vaqtida biz bir hozir hammamizning beshiq kelayotgan bu ig'ir sınaq haqiqatan bak nurg'unlarimizni gangirtib qo'yatadi. Masalan, menga qarindoshlarning netchisi mushtaq uxmayman, psixikam bak buzilib ketdi, ro'y holtim bak to'van, mush yig'laydigan bo'lib qoldim deganlar men ko'proq gap qildim. Hamda nimishqa degan chaqda sınaq ig'ir, tuqqanlar solinayotgan, och singillar lagerda yetayotgandan keyin haqiqatan odamga ig'ir keladi. Hamda lekin buni bilishimiz kerakki, dunyoda ziyonning hammasi ziyon emas. Allah subhanahu wa taala bizniki bu sınaqni bagini amaliyotda bu bir bizning kesilimizga berilgan dori, shifoliq dori. Shuning uchun hamda bu sınaqni to'g'ri qabul qilish va to'g'ri muomala qilish bek muhim. Biz bir musulmon bo'lib sifatimiz bilan islomiy tushuncha orqali bu sınaqlarga muomala qilish texim muhim. Shuning uchun endi oldidan biz dedoqan sil degandek sınaq degan sınaqning uqumi nima deb bu sınaqni biz bir islomiy ramk ichida tahlil qilib tushundirdik. Ikkinchi, Rasululloh bizning yo'lboshchimiz, bizning o'rnakimiz bo'lgan Allohning payg'ambari bu sınaqqa qanday muomala qilgan, buni nayt bak ixcham bak qisqa qilib tushundirdi. Endi bugungi bizningki yine bilib oladigan muhim mash sınaqdan o'rganib oladigan ishlarimizdan birisi bu sınaqdan o'rganadigan tarbiyaviy qimmatlar nimalar? Bu bak muhimchi. Xo'sh. Nimişqa sınaq keldimi? Bu sınaq dori dedikmi? Sınaq kelgandan keyin bu sınaqni o'zini biz ijobiy bir narsaga aylantirib, mush sınaqdan sınaqni bir maktabda shu biz o'quvchilar shu narsani bir narsa o'rganishimiz kerak dedi. Endi bu sınaq bizni chidamchanlikqa, o'zimizni ruhiy jihatdan, hatto jismoniy jihatdan, aqliy jihatdan nurg'un tarafdan bizni tovlaydi, pishirdi ve bizni bir narsa o'qitdi. Xo'sh. Masalan, shuningki eng hatto mushunda bo'lganda lekin sınaq o'zininki g'oyasini amalga chiqargan bo'ldi. Chunki bu sınaq bekor kelmadi bizga. Biz şu sınaqdan yaxshi ders ala olsak, sınaqdan bir tarbiya ala olsak, anındakin sınaq bizning beshimizdagi sınaqning g'oyasi amalga chiqqan bo'ldi va sınaqning vazifasi tugagan bo'ldi. Xo'sh. Bu bak muhim. Şunun birincisi sınaqdan bizning o'rgandig'imiz sınaqdan tajriba o'rganimiz. Tajriba o'rganimiz. Birinchi o'rganadigan ishimiz. Ham nimishqa degan chaqda mening bir necha qarindoshlarim bor. O'zi doktor bo'lib qolgan. Amaliyotda doktor emas, bu kasal bu. Hash ko'p davolanib doktor bo'lib ketgan qarindoshlarimiz bor. Hatta vatanda Luqman Hakim deb qo'yamiz. Amaliyot qarindoshimiz o'zi kasallardan jiq tortib davolanish jarayonida nima bo'ldi desa, doktor bo'lib qoldi. Ham haqiqatan tajribalik shundoq dorilar bak foyda qildigan shunday doktor bo'ldim. Masalan, shuningga bir gap bor. Mushu balay ofatni eng yaxshi biladigan odam beshig'i eng balay ofat ko'p kelgan odam deydi. Masalan, Ayşe anamızdan Urvat ibn radiyallahu anhu so'raydi ekanda, "Ay Ayşe, bu seninki Ayşe, ama bu seninki dinni bilishing tabiiy. Sen payg'ambarning ayoli bo'lgandan keyin, payg'ambar bilan birga bu dinni bil. Sen qanday qilib doktorlab qolding?" desa, "Voy, mush payg'ambar alayhisalom oxirgi umrida kasalda to'l davolanish jarayonida men shuningdan doktorlab qoldim" deydi. Shuning uchun bu beşimiz kelgan sınaq bizga tajriba o'rgatadi. Bizning aqlimiz, ijtimoiy tushunchimiz, aqlimizda bir xil taraqqiyot bo'ladi. Shuning bilan biz beşimiz o sınaq kelsa buni qanday to'g'ri bir taraf qilishni bilib olamiz. Chunki beşimizdan bir qatam o'tdi. Hammadan bildiğaş bu. Mesela bizde yapaqlayna. 4-5 yıldan burunki siyasi tushunchimiz, siyasi engimiz, dünya tushunchimiz bilan hozir osmon zamin farqi bor. Davlatchilik uqumimiz, davlatning ahamiyati, erkinlikning ahamiyatini 5 yil burunki ko'sani bilan 5 yil ko'saning osmon zamin farqi bor. Bu amaliyot. Xo'sh. Shunga nurg'unlarimizni tavladayna.
nurg'unlarimizni nəhayət aqlliq siyosatni biladigan, dunyo ishlarini biladigan qilish emas sınaq bo'ldi. Bu birinchisi. Ikkinchisi hamda bizni davomli bunaq sodir palvonlikdan hamda to'ptura deb tafakkur qiladigan, bunaq ehtiyot qiladigan bir ishlarga mundaq salmoq bilan qadam qo'yadigan, bir ishlarga mundaq to'ptura deb buningki oqibatini o'ylaydigan bir аңға әкелді bu. Çünkü bu nurvat biz anda Uyghur halkı aq көңіл hamma adamga naiti bak tabiiy normal bir takallufsiz muomala qilishni o'rganib kelgan to'q. Xo'sh. Bu asli isli xislatdi, ammo dunyo razil, dushman razil bo'lganlikdan bizni hamma adamga to'g'ri qaraydigan, insonga haqiqiy inson sifatida qaraydigan. Biz hamma adamni bir adam namoz o'qisa, masjidga imom bo'lsa yoki damolla bo'lsa, bu adam yaxshi adam deb qaraydik. İmtihan bizga namoz o'qiganning hammasining yaxshi bo'lmaydiganligini, namoz o'qimaydiganning hammasining eski bo'lmaydiganligini o'rgatdi. Tamam. Ve shundaqla bizga har qandaq bir ishda har xil ehtimollikni o'ylab turib muomala qilishni o'rgatdi. Nurg'unlarimiz aldandik. Biz Uyghur xalqi bek aldangan millat. Nima qilsa hammadan o'xshash muomala qiladi. Bu to'g'ri emas ekan-ku. Biz har qandaq odamda bu inson. Bu haqqan çok kısmı bunun xatolik o'tkazish ehtimoli bor deb muomala qilib, masalan, hech bo'lmasa pul versa hujjat edish. Biz davomli qilsak, adaplam ishni bilan hujjat olmaydigan. Yani bir ehtiyotning urun bermay ish qiladigan, ishnib kelsak, bek ishnib ketadigan, gumonlansak bu yerda bek asali gumonlanadigan qo'yimiz bor. Mencha mush jihatdan dars oldik desak bo'ldi. Uchinchisi, mushu sinoq bizga eng yaxshi o'rgatadigan narsa bizde bir xil shijoat ve energiya paydo bo'ldi. Tavlandık yani. Tavlandık. Mesela qarapaqsa hozir yani ko'k bayroqni ko'tarib hozir necha ming dushman kelsin oldiga etib bag'da qarindoshlarimiz dunyoga keldi. Hayotida mesela eşini yap, nenni yap, dunyoda yurgan odamlar hozir yana shunda jasur. Yani bu dushman bizni jasur qildi. Bu sinoq bizni jasur qildi. Hem yürükümüz güçlendi, kalbimiz güçlendi, ruhimiz güçlendi. Yani dünya hesabı kuvveti, hesabını kıldığın komünistler biz neme deyse gözün kulağın tıkımız koyla vatan bizninki hamını senden vatanda tatvalımızda kokmay durup bu gapni kılalaydigan bulduk. Muşundaq bir kollektif cemaat Uyghur içinden çıkıp hem çıkış gerek. Mesela bizim ne için salatıda yoxtumuz, bularning medeniyetini yoxtumuz, bularning dinini yoxtumuz, Uyg'urluğu yoxtumuz desa biz yo'qimaymiz nima desa deb xil dunyodagi yo'g'an davlatlar qo'rqib diyamagan gapni biz qo'rqmay turib deyapmiz. Rabbimning asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum deganga o'xshash. Bumuz o'ylab baqsa biz bak tushib ketganmiz shu. Shunda qo'rqinchoq. Zaten üzümüzün sayısından kokuduğun, bir siyasi gap çıksa 50 metre kaçıdığın, bir adam siyasi olup turmuğa kirip kalsa o adamın kışıdan mangmaydıgan bir halat kelgen hazır. Mesela chatlarda şundaq olsa bunu obdan billah. Yani hazır 3-4 yıllap kaldı, hemmimiz siyasi oldu. 16 da sil bir koçudu mansılar, emir adam sil vatandan çıkanlar emir koçudu mandı ama bilmem kalmaydan da korkap. Şunun biz maşkına kap kaldık. Korkançılığımızdan, lattık kaskasılığımızdan. Biz fakat üzümüz Müslüman ama tefekkürümüz, yaşımız materyalist olub ketken adamlar biz. Ahiretning hesabını qilmaydigan. Yani hayatlık muş ülep kelsek işim yok deklamış. Hayatlıkka naite canga amırak, pulga amırak bu qoğanlıktan bu bizde bir acizliğini payda kıldı. Komünistler biz bu acizliğimizden paydalanıp bizne. Şunun için bizde bir cüret. İkincisi, dördüncüsü bu sınaq bizning nərimiz uçuq ekanligini aşkarlab qo'ydi. Yani uç qag'ayalarimizni bizga bildirib qo'ydi. Bunda deganim bizdagi kasalliklarni oshkorlab berdi. Qalbimizdagi kasalliklar, nafsimizdagi kasalliklar, iymonimizdagi kasalliklarni oshkorlab berdi. Buni qarab baqsizlar, ne biz hurmat qilgan, mayli nurg'un bir necha nurg'un demay endi, nayt osondagi oxunlarimiz, amaliyot uni biz nayt cho'ng bildigan oxunlarimizdi. Ne doktorlarimiz, professorlarimiz, baylarimiz bel qo'yapti. Tap qılınmaydı hazır dava meydanında. Yok.
Hatta sil bizning masalan hozir ko'rayotgan Uyg'urlardagi hozir ittifoqsizlik, ba'zi ittifoqsizliklar bormi? Ba'zi nafsiga berilish, shaxsiyatchilik, o'zining shaxsiy ishlarini davoni ustiga qo'yib olish yoki o'zininki jamiyatlarini davoni ustiga qo'yib olish, manfaatini davoni ustiga qo'yib olgan hammasi bizda kasallik u. Hey, hozir o'ylab baqsizlar, vatanning har bir bulunglarida qon tepchiraydi. Vatanning har bir tuproqlarida qizlarimiz tajovuz uchrayotdi. Vatanning har bir tuproqlarida sabiy farzandlarimiz xitoylashtiryapti. Endi degan gap xitoylashgan gap iymonidan, dinidan, kimligidan yo'q qilinyapti. Ana mushta ahvolda, bir normal ahvolda biz hammamiz ajoyib ittifoq, ajoyib hammamiz yo'lvoz kabi, hammamiz bir ajoyib bir insonlar bo'lib kelsak bo'ldi. Asli bu tabiiy menchi taqozosi, lekin bunda bulanmadik. Nima ish qilsa, demak bizda kasallar bor. Bu balaya afat dal bizga diagnoz qo'yib, o'zimizda kasallarni oshkorlab berdi va kasalni bizga baldira xabar qilib qo'ydi. Agar bu Allah bu sınavni berib, bu kasalni bizga xabar qilmagan bo'lsa, bu kasal bizni do'zax olib tashlagan kasallar. Shuning uchun bu sınavdan mana mushni bilib olsak, mushni tushunsak, hammamiz o'zimizga murojaat qilib, boshqalarni emas, biz ilqi boshqalarga diagnoz qo'yilbek amroq. Yani Amerika qo'yamagan diagnozni Yapon Yaponmi bir qo'yamagan diagnozni biz insonlar işte qo'yutimiz, "Av andaq, ma andaq, u andaq" deb. Hammamiz o'zimizni tekshirib, men kim o? Men qanchalik ekanman? Men qanchalik iymoniy jihatdan qanchalik inson ekanman? Mening insonligim qanchalik ekan? Mening vatanga bo'lgan da'vo, sodiqligim qanchalik ekan deb hammamiz o'zimizni tekshirib, hammamiz o'zimizning odam bo'lishiga kafolatli qilsak, jamiyatda hamma odam bo'ladi. Xo'sh. Anadan keyin uningdan boshqa bizda bir xil yine nimin yetildi diye desa, bizning aqlimizni bir xil jonlandi dedi. Aqlimizning faoliyatini shu sınaq texmo avjiga chiqadi. Bizda bir xil tuyg'unlik, sezgirlikimiz ochdi. Bu misol Xitoy bizni ajoyib xizmat qilib ekan hamda. O'ylab baqsa, uni deb ahmoq qilib ekan, buni deb ahmoq qilib ekan, bizni ajoyib biz g'aflatlam qo'sig'imiz to'yg'onga ota-onamiz ashlab, ay mening hozirgi esimda bor. Birachin lag'manni obday so'y, Allohga shukr, biz hozir ajoyib rohat, bu bizga hozir turmush deb ilqi rozi bo'lgan. Bu Xitoylar bizningki butun tumularimizga kirib, boyligimiz, butun hamma narsani egallab qo'ysama, faqat bizni umug'angilam qo'shib yurib ekanmiz ham. Şu derecede gaflatda yaşap ekanmiz. Ma sınaq bizni bu gaflatdan uyg'otdi. Shuni Qur'oni Karimda la amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun. Ey Muhammad sen bilan qasamki. Shunama ey Muhammad ular o'zlarining gaflatlarida bir xil masxush holatidir deydi. Mesxuş holatda shunda bir xil qarg'u holatda shunda holatidir ular. Demak biz ash darajada mesxush odamlar shu g'aflatda, shuning uchun nurg'ullarimiz shu g'aflatni hozir mush baloyapatni o'qitish yetmayapti adamda. Afsus, mushum yetmayapti. Bu bakkalar. Ondan keyin nurg'ullarimiz bu bizga bu baloy islahning foydasi, nurg'ullarimiz o'ylanadigan, tafakkur qiladigan ve ibret aldığan işini öğretti bizge. Oylandık. Hemmedim oylandı. Hey biz Uygur halkı dünyada hiç kim kalmagan bu halat nima uchun kaldı o? Oylandık hemmemiz. Oylandık şu qandaq qilib ma musibatdan qutulamiz degan o'ylanayapmiz. Shuning uchun ba'zilarimiz ani qilib baqyapmiz, ba'zilarimiz mani qilib baqyapmiz. Mushtaq uni qilib hamma bir kun bir yan topamiz. Bu inqilobning jarayoni shunday bo'ldi. Dastlabda shu inqilobning tunji bo'ldigan ish, inqilobning tunji alomatlari inson xuddi toksik bo'lib, bunday qilib bir xil uyg'onib, o'zining kimligi, asl naslini o'ylashga boshlaydi. Bu inqilob davoning tunji bosqichi. Mana bizda bu ishlar bo'lyapti. Ya'ni tafakkur qilgan bo'ldik.
o'ylanadigan bo'ldik. Bu shu netbaqda unday ish yo'q bizda. Anandan keyin eng muhimi mencha shu qalbimizni qalblarni oriyotidi. Kesal qalbmi, saq qalbmi. Bu bak muhim o'sha. Bu men dedim, buningda o'sha biz boshqalarning qalbini bilmaymiz. Qalbni Alloh qo'yamiz. Biz har bir insonning tashqi ko'rinishi va ish harakatiga muomala qilamiz. Ammo bu inqilobda hammamiz qalbimizni sinab baqsak bo'ldi. Masalan, mana shu qarab baqadan bo'lsak, bir xil shaxsiyatchilik bormi yo'qmi bizda? Musha o'zimizning manfaatiga cho'g' tortish bormi yo'qmi bizda? Andan keyin vatanimizda ash bo'layotgan zulm qarta kurash qildi desak, ba'zi shaxsiy ishlarimizni taqishayotgan yoki o'zimiz taqashtirilayotgan. Men ma inqilobga chiqib qolsam, men hozirchilik ba'zanda og'izda ma Xitoy kommunist zolim degan gap chiqmaydi hozirchilik. Bu ichini chiqib olmay qolamasmi? Evet. Masalan, men birisi ashtaq keldayna ma'lum bir yerda mushu Laylatul Qadr kechlik duo bo'libdi. Birisi dedi, shuncha duo qilib bir Xitoyni bir qatam bir Xitoy dabbaqmadi, bu qanday gap bo'lib ketadi? To'g'ri demisizmi? Hozir bizda İman İbn Taymiye rahmetullahi aleyh dedi. Senin dövletini bir adam besib olsa, senin şan sharifing daxiltaz uçursa, imandan qilib qolsa shu zulm qarshi urushlaydi. Sen yarım saat dua qilib bir Xitoyga iflos diyamasan, sen kimni o'ynaysan bu yerda? Xo'sh. Mushunda din xalqqa apyum bo'ldigan din mushu. Shuning uchun, ya'ni mushu qalb masalasi bu bak muhim. Bizning qalbimizga ma da'vo, ma haqqoniyat, zulmni qarshi turish, adolat degan dinning bu cho'ng uqumlari o'rnab ketish kerak. Endi mushu sinoqlar mushu bormi yo'qmi o'rda biz hozir farq etyapti hammamiz. Shuning uchun mushu imtihonda hamma odam yurkini tekshirish, qalbini tekshirish va xatolik, kasalliklar bo'lsa davolash. Iymon bilan, ishonch bilan davolash. Ko'pdan rahmat. Haqiqatan ayt muhim nuqtalarga diqqat tortlar. Hamda shu albatta bu so'zlagan so'zlarning ichida yani har birisidan mu'minning sinoqlarga yoki balo qazolarga qanday bir muomala tutish kerakligi har birisidan bir javob, bir signal berilib turilyapti-mi? Shunda bo'lsa, shuni biroz bir texnik yani har bir shaxs mayli u alim bo'lsin yoki normal musulmon bo'lsin, normal bir shaxs bo'lsin, har xil turdagi hayotimizda beshimiz kelgan bu sinoqlarga qanday muomala qilishimiz kerakligi haqida biroz ochsak buni. Bunga qarindoshim shu abayta haqida biroz rahatsız qildim sizlarni. Biroz ig'ir mijozim yo'q. Shuning uchun to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Biroz yo'tilib yoki degandek burnimni ichimga tortib biroz bu mikrofondan chiqib qolishi mumkin. Agar shunday chiqib qolgan bo'lsa biroz to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Davom qilaylik ustoz. Xo'sh, endi bu sinoqlarga biz qanday muomala qilamiz dedik. Oldi bilan Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam qanday muomala qildi biz buni dedik. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam har bir musulmonning o'rniki. Buni bilishimiz kerak. Ikkinchisidan, yana men buni jiqroq deylamda. Nimishqa degan chaqda bu sinoqqa muomala qilish, sinoqni hazm qilish, sinoqdan ibrat olish va sinoq to'g'ri inkos qaytarish bak muhim. Bo'lmasa bizning ruhiy jihatdan, psixik jihatdan buzuytidi. Dal kofirning maqsadi shu. Shuning uchun buni to'g'rimi? Aldı bilan Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda shunday deydi. Xuliqal insanu halu'a wa idza massahu ash-sharru jazu'a wa idza massahu al-khayru manu'a illa al-musallin. Bu oyatda insonning xarakterini Allah tushuntiradi. İnson nihoyatda sabrsiz, chidamsiz yaratildi deydi. Yani Allah bizni sabrsiz, chidamsiz yaratishda Allohning hikmati bor. Bu insonning xarakteri deydi. İza massahu ash-sharru jazu'a deydi. Azroq bir xoplik yetsa, vayjinalloh, vaytova deb vallayli o'qiydi deydi. Va iza massahu al-khayru manu'a dedi. Yaxshilik kelsa bixillik qilib buni chin tutib oldi deydi. Ammo namoz o'quvchilar buningdan mustasno deydi. Illal musallin. Illal musallin. Nima uchun namoz o'quvchilar buningdan mustasno? Chunki namoz insonning Alloh bilan bog'lanishi. Shuning as-salat degan as-sila degan bog'lanish degan gap.
Namazning ma'nosi bag'ilnish degan gap Alloh bilan. Bu nimaga muomala qilishda, baloy ofat muomala qilishda mana shundoq biz iymon bilan ishonch bilan muomala qilsak, bu birinchi numurli ish. Rabbimizga bog'lanib turgan muddatcha har qanday ish beshimizga kelsin, biz uningga eng to'g'ri muomala qila olamiz degan gap. Chunki o'ylab baqsalar. Oldi bilan biz mushu Allohni tonish bak muhim hamda. Asl Allohni tonish, Allohni tonisak, Allah'ın mesela sizin bir nima qilsam, kichik chaqlarida sana apılları birer şapılaq sağam bolsa, hazır qalblarda shu apıllarga ko'ra sizda bir o'chmanlik adovat bormi yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Nima uchun? Sizda shu apılları sizga sasim beka sanmaydi. Sizning yaxshi bo'lsin deb apılıq shunda ishonchlar bormi yo'qmi? Albatta. Bilaman. Hazır oysak külümüz o, apımızdan bizni oğan, tıllıgan yer gözek külümüz qalsa, apımız bizi kuyunub şunda qalgan. Allah bilan qasam ki, Allah bizga bu balani bergan vaqtda apımızdan necha milyon has kuyumchan. Çünkü Allah Rahmanur Rahim. Kun o'qimishim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Er-Rahmanir-Rahim. Un aldı tağı. Bismillah bilan başlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Yine Rahmanirrahim. Namazda her bir namazda Rahmanirrahimni 2 qatim takrorlaymiz. Bunu bilish pek muhim. Mush balani bergan Allah. Hey to'g'ri, farzandlarimiz o'ltirilyapti, och singillarimiz dafsanda qilinyapti. Ammo shuni bilishimiz kerakki, vallahi Allah mushuni bilib turdi ve bizga mehribon Allah bu hergiz bunu Allah'ın bizga qilgan g'azabi, to'g'ri g'azab qilsa-mu, bizni kuyunib turib g'azab qildi. Xuddi apimizdan shabaloq bilan sog'indik. Xo'sh. Tamam. Shuning uchun mushu sinilayotgan qarindoshlarimiz va shu qatorda men shuni bilaylikki, bu hayotlik bu dunyolam emas, oxirat bor qarindoshlarimiz. To'g'ri. Oxirat bor. Buni hisobini qilishimiz kerak. Kafirlar faqat hayotlik degan mushu deydi. Ammo bizga islom nima deydi? Vad-darul axiratu xayrun va la ni'ma darul muttaqin deydi. Oxirat degan dunyo haqiqatan yaxshi dunyo, oxirat taqvodorlarning yaxshi dunyosidir deydi. Demak, biz onamizning tug'ildik, bu dunyoda yashadik, yana bir yashaydigan olam bor. Biz bu dunyoga muomala qilganda, mayli pul mol bo'lsin, mayli musibat bo'lsin, mayli baxt bo'lsin, ma oxiratlan dunyoni bir qo'limizda, oxiratni bir qo'limizda tutib turib, o'ttirdi bir yer turib muomala qilishimiz kerak. Shuning uchun Allah mana bu sınaqni berdi, sınaqni berishi men uchun rahmat. Men bu sınaqdan ders alay. Nereden ders alay? Deb bunu o'ylab, bu Allah'ın bergan sınaqqa xo'shallik bilan qabul qilish. Ar-rida, razimanlikni bildirish. Men radiya falahu ar-rida va men sakhat fa alayhi as-suht dedi. Allah berganiga rozi bo'lganlardan Allah rozi bo'ladi. Allah berganiga norozi bo'lganlardan Allohmi norozi bo'ladi dedi. Shuning uchun birinchisi bu kelgan baloyi ofatni qanday qilish kerak? To'g'ri tushunish kerak. Allah'ın çuqum kuyunib turib berdi buni. Allah'ın mana shuni berganligi, Allah'ın menga g'azab qilmas, Allah'ın g'azab qilsa-mu, men kuyunib turib berganligi ota-onamning o'g'ani o'xshaydi. Hatta mesela Qur'oni Karimda biz necha qatim dedik. Alif lam mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yani kishilar amanna, musulmon bo'ldik deblam imtihon qilinmaydi deb gumon qilishamdi. Deb bo'lib, "Valaqad hey biz haqiqatan burunqilarni imtihon qildik" dedi. "Valaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu va la ya'lamanna al-kazibin." Biz rostchilar bilan yolg'onchilarni arish uchun imtihon qilamiz. Hatto men sizlarga necha qatam o'sha dars to'ldayman. Imtihon kelmasa inson o'zlimjiq bilamaydi. O'zini qanchalik shuna Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining bir gapi bor. İmtihan kapti üzümüzden qaysi ham materialdan yasalganligimizni bildik deydi. Yani üzümüzden qaysi ham materialga tava ekanligini bilib oldik imtihanda deydi. Shuning uchun bu sınaq albatta Allah'ın kanuni ve Allah'ın bizni yaxshi ko'rib turib bergan bir sınaqı.
Beshinchi sizlarga berilgan balay musibat hargiz xato berilib qolmaydi dedi. Albatta. Ha. Agar xato musibat berilgan bo'lsa, san kamaydi musibat dedi. Demak, Alloh hargiz xato qilmaydi. Hargiz bir musibat Allohning bandalarining ichiga palani bağmoqchi bo'lib, yo'lni ezib kutib qilib, pistoniga tegib qolmaydi u narsa. Albatta. Hammasi taqdir bilan qilinadi. Xo'sh. Musulmonning shuari nima musibat kelgan chaqda? Qarindoshlar, shuarni bilib oling. Qul deydi. La yusibana illa ma kataballohu lana. Nima? Huwa maulana fa'alallohi wa 'alallohi falyatawakkalul mu'minun deydi. Musulmon agar musibat kelsin deydi. Qul ey Muhammad alayhisalom degini, la yusibana illa Allah taqdir qilgan musibat beshimizga keldi bo'lsa hech kim kelmaydi. Menga ko'targo'ysan, nima bo'lsan? Sen menga o'xshash inson, haqqancha davlating bo'lsa, o'qib qo'yganki Allohning iroda qilgani bo'ldi. Ey, mush oyat bo'yicha yazsaq, bizni nima qo'qtalaydi? O kafirlarning po'atqini qo'yashga tukaganligi, tukuruk o'zining yuziga tushdi. Allah'ның diniga meydan o'qiganligi, Allah'ның diniga raqobat e'lon qilganligi qo'yashning taxsisiga tukaganligi. Tukurib o'zining yuziga tushdi. Albatta. Shuning bizni nishimiz kerak. Voy, mush oyatni o'ylab baqsa, hozir o'qitib yuragim jiqildayapti mening. La yusibana illa ma kataballohu lana huwa maulana. Alloh bizning igimizdir. Va alalloh Allohga haqiqiy mu'minlar tavakkul qilsin deydi. Alloh ba'dison deydi. Xo'sh. Her birimiz mush musibat kelgan har bir Uyg'ur xalq ash Xitoyning ko'ziga qo'niqtirib la yusibana illa ma. Qo'lingda hech nima kelmadi Alloh iroda qilsa. To'g'ri. Agar bir ish kelgan bo'lsa Alloh iroda qildi. Alloh chuqum yaxshilikni iroda qildi. Allohning irodasi hikmat bilan bo'ladi. Shunda men bu itqod dunyoda bo'layotgan ishlar Allohning irodasi bilan bo'ldi. Bo'lgan ishlar Allohning irodasi bilan bo'ldi. Allohning irodasi davomliq hikmat bilan bo'ldi. Alloh chunki hakim, har qanday ishni hikmat bilan qildi. Alloh har qanday ishni hikmat bilan qilgan chaqda mehribonlik degan sifatning ramkasi ichida qildi. Yani demek irade hikmetga bağlılık, hikmet Allah'ın mehr şefkatiga bağlılık. Bunun nereye bu işin muşunda hikmet bilen qilsa, andikin her qanday hikmet işine mehr şefkat degan prinsip asosida qilsa, bizning kelgan musibatning hammasi biz uchun foyda degan. Andikin Allah bizni o'yitib qo'yadi, bandalarim nimadan qo'rqaysa, beshingni ko'tarib yasha. Qul la yusibana illa ma kataballohu lana. Allah yaratgan hechmish bo'lmaydi, hechmish qilmaysa deb yashamamsa deb Alloh bizga buni o'yitadi qarasa. Nima degan? Huwa maulana. Alloh bizning ikimiz deb turaveringlar deydi. Nima degan islom? Shu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Mayli sizlik ziminda bo'lsin, ma'mun fil ardi. Ziminda yetgan musibatin fil ardi, zimindagi bir musibat bo'lsin, yo sizlar uzanligi, ya'ni sizga kelgan bir musibat bo'lsin. Hammasi Allohning kitobida bor, Alloh biladigan, Alloh o'qidigan ish u. O musibat bo'lishdan burun Alloh biladi bunday. Alloh bilib qilsa, demak Allohning bir plani bor degan gap. Xo'sh. Demak, dushmanning bir plani bo'lsa, Allohning bir plani bor degan. Yani Allah bildi diyelim diyen gap. Allah bunu bilip durup kıldı diyen gap. Allah'ın özüne bir hesabı var diyen gap. Mana biz bu hukum, bu düşünce bilen musibetke muamele kılışımız gerek. Ya bir hadisten bağlı kıl. Lev içtemaat fil insi vel cin. Ya gulam. Bütün insan ve cin hemimiz sana bir menfaat yetkizmen de toplansa, hemimiz bir yığılsa ala sa'idin vahid degani. Bir tuproqqa bir yig'ilib ammasi mushunga palani Ahmad gibi menfaat yetkizib qo'yildi. Ashunda yig'ilib ketsimi inson jinlarning hammasi Alloh sana taqdir qilgandan boshqa menfaat yetkazmaydi va hadisning oxiridan deyilgandek ziyon yetkazaychi mushunga deb to'planib bir yerga yig'ilsimi sana ziyon hargiz yetkazmaydi Alloh taqdir qilgandan boshqa deb. Ya bu haqiqatan insonga mu'minga nihoyat bir kuchli bir ruhiy jihatdan nihoyat acayip bir güç verdi de bu anda. Elbette. Allah bunun özü bilen, mümin bilen her daim birleşkenliğini sen korkma demek ki de benim. Bu ruh şuna atomdan küçük ruh bu.
Bu faqat mu'minni bo'lgan ruh. Xo'sh, endi undan keyin shunda masalan Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda davomli deymiz. Asa an takrahu shay'an va huwa khayrun lakum va asa an tuhibbu shay'an va huwa sharrun lakum. Ya'ni siz nurg'un ishlarni yaxshi ko'rsizlar, amaliyotda u ishlarga yomon, nurg'un ishlarni yomon ko'rsizlar, mohiyatda u ishlarga yaxshilar deydi. Biz inson faqat bunimizni uchimizni ko'ramiz. Ammo Alloh subhanahu va taolo ishining oqibatini natijada ko'radi. Shuning uchun biz bilayliki Alloh hech bir bandasiga yomonlik qilmaydi. Evet. Hech bir bandasiga yomonlik qilmaydi. Evet. Buni chuqur ishimiz kerak. Chunki Allohning ism sifatini ichida hech qanday men bandamni undaq qo'ydim, bundaq yo'q. Tamam. Bütün Allah'ın mehribonligi. İkincisi hem de şu musibet, şu bizdeki sınalgan adamlarda sabr qilish. Sabr degan nima? Chidamchan bo'lish. Chidamchan bo'lib, davomli kurash qilish. Yani sabr desasda, yig'lab yeting degan gap emas. Sabr dinda sabrning o'zi kurash degan gap. Chidamchanlik. Chidamchilik. Buni sabrni bizda boshiga ishlab jim birini o'sman sabr qildim deb turdi emas. Bir odam birini o'sa, undan qisos olishga sabr qilish. Bu bek muhimchu. Sabr. Tamam. Shuni endi bu sabr qilamiz degan gap, shu Qur'oni Karimda Alloh bizga nima deydi? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. O payg'ambarlardan iroda egilleri bo'lgan Peygamberler irade ilgili olgan sabr qil deydi bizga. Va Muhammad alayhisalom deyilgan gap bu. Muhammad alayhisalomga tasbir ey Muhammad sabr qil. Peygamberlarning ichidagi irodalik kishilar. Ya'ni payg'ambarning ichidami? Nihoyat irodalik payg'ambarlar bo'lganda, shular sabr qilgandek sabr qil deydi. Demek bu bizim deyotgan gap. Hatta bu oyatni, mana shu tasbir degan oyatni mang deyotdi. Hey kusani samashlar sabr qil. Sizligimda hammamizga Xudo Alloh ayrim sabr qil. Ash payg'ambarlar sabr qilgandek sabr qil deydi. Demiş qasa fa bihudahu muqtadu. Ulaika dahumullah fa bihudahu muqtadu deydi. Ash payg'ambarlar hammamiz to'g'ri yo'lda o'tgan, Alloh to'g'ri yo'lga yetaklagan kishilardir. Ash kishilarning yo'lda mangala deydi. To'g'ri. Ana bu sabrning natijasi nima bo'ldi? Vallahu yuhibbus sabirin. Allah sabr qiluvchilarni yaxshi ko'radi deydi. Allohning yaxshi ko'radigan bir inson adam. Innalloha ma'as sabirin. Allah sabr qiluvchilar birga deydi. Allah biz bilan birga bo'lsa, butun dunyo qarshimizga kelsin. Butun dunyo qarshimizga kelsin. Faman kana Allohu ma'aka faman alayk. Faman alayk. Iza kana kim qarshima chiqalaydi ki Allah birga bo'lgan. Shuning uchun yani bu sabrning natijasi shunday. Alloh sabr qiluvchilarni yaxshi ko'rar ekanda, chidamchan odamlarni yaxshi ko'rgan. Layg'azal, mos pis-pislarni Alloh yaxshi ko'rmaydi ekanda hamda. Albatta. Nima? Shuning uchun shunga Qur'oni Karimda va in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa illahu. Sen bir ziyon, bir balo yapat kelsa, Allohdan boshqa kim ko'taradi sendan? Unda oldin Allohning sabr qilib, Allohning muhabbatiga erishib, chidamchan bo'lib, g'ayratli bo'lib, nirvanında ba'zan qarindoshlar nirimiz ajizlab qoldi. Ey Allohga bo'lgan ishonchimiz. Albatta. Voy biz hayotlik bu emas. Yin bir hayotlik bor. Alloh subhanahu va taolo sayaj'alullohu ba'da usrin yusra. Har qanday bir dishvorchilikdan keyin osonchilik bor. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Her qanday bir taslikchilik bilan osonchilik deydi. Taslikdan keyin demadi jumon, taslik bilan billa osonchilik keldi. Shuni ishonchimiz bor. Inshaalloh biz cho'qim osonchilik shunda bir kunlar men davomli deyman. Hozir nurg'unlarimiz Allohning haqida yomon gumon qilyapmiz. Dinning haqida yomon gumon qilyapmiz. Musulmonlarning haqida yomon qilyapmiz. Biz xuddi bash din, islom mushta bu qilganda, Alloh bizni tashiyotgandek, mushundaq yerda undaq emas. Allah bizni ya qaratqidak, hammamizning yuzi qizzag'idek nusrat qildi bizga inshaalloh. İnşallah. Bu din, bu Allah ya bu dünya Allah'ın ilkida. Biz Musa Aleyhisselam'ın qanday qutqazganligi, Fir'onni qanday halok qilganligini Allah Qur'on nima uchun keltirdi buni? Albatta. Shuning uchun bu ikkinchisi sabr qilish va sabrining ajrini Allohdan kutish. Uchinchisi eng muhimi hammamiz tavba qilish. Tavba qilish nima degan? Üzümüzü tekşürüp, üzümüzdeki kemçilikni, cinayetini tepip, oğuşaş. Bu asli balayapet şunun için verildi insana. Yani kisel. Bu günahkar neye okşaydı? Kisel okşaydı. Kiselin davalaması ne oldu? Ülüdü.
Ma musibat bizni ölümden qutquzdigan dara. Şunun için her qandaq. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala ne deydi? Ma asabaka min hasenatin feminallah. Her qanda yaxşılıq bolsa Allah'dan bulur. Çünkü Allah'dan insanga yaxşılıqdan başka narsa kelmaydi. Ve ma asabaka min musayyiatin femin nefsik. Bir yamanlıq kelsa özüңнән qilmishidan deydi. Şunun için her qandaq bir insan beşiği musibet kelsa derhal tövbe istiğfar etip özünü tekşürüş. Hatalıqını oңşaş. Mümin deydi. Bir kiçik günahını dedim. Bir kiçik günahını beşiği tağ atıp alğandak bilidi deydi. Münafık yuğağan bir günahını bunun qırıp çivinçilik bildi deydi. Ama şunun için bu arqılıq üzümüzni oңşaş meselesi. Çünkü mümin davamlıq özünü malamet qilib, özünü tanqitlab turdu. Münafıqçı özünü davamlıq axlab, özünü bək yaxşıdı deb bana sebep izlab turdu. Bu münafıqның sübti. İnnallaha yuhibbut tawwabin ve yuhibbul Allah tevbe qilishlarni suyudu, pakiz kişilerini yaxşı görürdü deydi. Kur'an-ı Kerim'de. Şunun için her qandaq adam beşiği musibet gelse derhal özünü tekşürüş gerek. Ve derhal istiğfar etip hatalığını oңşaş gerek. Evet. Andan keyin bu balay musibetten bizningki tutgan muamelemiz durus adam buluş. Edemdek adam buluş. Yani adamdek. Biz aslında bizden Allah adam qilmoqchi şu. Cennet kimler kirdi o desler? Şu sağlam, yaxşı, dindar, vicdanlı, âli cenab adamlar cennet kirdi. Şunun için şu balay musibetine Allah bizge adam bolsun deb buyurdu. Durus adam buluş. Çünkü Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de İnnellezîne qâlû rabbunallâhu thumme istaqâmû tetenezzalu aleyhimul melâiketu ellâ tehâfû ve lâ tehzenû ve ebşirû bil cennetilleti kuntum tu'adûn. Nahnu evliyâukum fil hayâtid dunya ve fil âhire ve lekum fîhâ mâ teştehî enfusukum ve lekum fîhâ mâ tedda'ûn. Indigen boldu. Rabbim Allah deb toğur durus yolda mangallar deydi. Rabbim Allah debdi. Andekin toğur durus yolda mansa o adamga Allah'ın periştilleri düşüdü deydi. Yani Allah'ın rahmeti yağıdı. Allah'ın periştilleri çöp sile qoxmanla, ensirmanla, sile cennet barısıyla deb hoş bir işaret verildi. Allah deydi. Nahnu evliyakum. Sil durus adam bolsanlar İganla biz deydi Allah Subhanahu wa Taala. Nahnu awliyaukum fid dunyada. Ma dünyada iganla biz, ahirette iganla biz. Şart sizlar adam bulunlar deydi. Durus bulunlar deydi. Şunun için bu durus adam buluş. Hem de en ahirqisi bolsun yoki ahirqisiniki aldıqisi nemse şu balay afat kelganchada duoni ko'p qilish. Allah'tan başka bizden hiç kasımızdan bir yölençigimizden yokluğunu dep Allah'a çın kalbimizden yalvarıp mesela bunun misalini mi okşaydı o desler. Mesela apıllarını hap kılla, apılları açığa gelip çıka öyden dep öyden çıkarıp atısını. Tamam? Öyden çıkarıp atsa karı yok, koca oynayıp jülse apıllar işini içmeydi. Kaça işini içpirdi. İşini tüykilip, işini bu soğuzun iyihinler koyup bir jığlap baksla apılları çıkıp sılını kucaqlab koy, canım balam, eskilik ma bolsa, muşta qilmaydim deb bag'riga besib, hatta apıllar sizdan yig'lab ketish mumkin. Tamam, biz aşa xuddi bir kichik bola apisi qanday qilsak, biz Alloh shunda bo'lishimiz kerak. Ay bu so'g'izga inkimiz yiqib turib yig'lasak, ishimiz hal bo'ladi inshaalloh. Duolarni Alloh tövbe etadir. Shuni Alloh Subhanahu Qur'on-i Kerimda "Valillahil asmaul husna fad'uhu biha" deydi. Allah'ın güzel isim sıfatları var. Siz o isim sıfatları bilen dua kılana. Ve men yettakillah yec'al lehu mahraca. Allah'tan korkup Allah'ın işiye, Allah'ın bu sıvasa telmirip bağallağa Allah çukum çıkış yol berdi dedim. Şunun için Allah'a yalvarış. En ahirqisi qarindoshlar bu bala ko'tarilib ketdi. Ana ma sınaq, ig'ir sınaqdan keyin nima keldi bo'lsa, bizga davlat keldi. Bizga boylik keldi. Bizga baxt saodat keldi.
Az sınaqım tayyorlik qilishmi? Az sınaq, ma sınaqda yaman. Xo'sh. Hozir tayyor qilish kerakmi? Yo'qlikdan do'qlik ham. Ha, yo'qlikdan to'qlik yaman. Az sınaqmi yaman? Az sınaqdimi Allohning intiqomini o'tishga tayyorlik qilishimiz kerak. Chunki hammamiz bilamiz, shu xuddi nima uchun bu gam deymasak, ham deylaqa musobaqa tushadigan musobaqadan burun qattiq tanarakat qilib tayyorlik qildik. Buning ham tayyorlik qilish kerak. Chunki baliqdan, yo'qlikdan baliq yomon degan bir gapim bor-ku. Xo'sh. Shuning uchun inshaalloh mushningimi biz tayyorlik qilishimiz kerak. Bizga inshaalloh davlatimiz bo'ladi, baxtlik yurtimiz bo'ladi. Alloh bizning yurtimizni aytib boy yurt, naiti mo'l yurt. Shu sinoqqa Alloh subhanahu va taolo o'tishga buning uchun ideyajan tayyorlik qilib, hozirgi kunlarimizni unutmay, uningga tayyorlik qilish mana bu sinoqlarga qandoq muomala qilishdiki eng muhim nuqtalarimiz shu endi. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Programımızın oxiriga kelib qoldik. İnşallah bu o'tgan soatlik va bugungi programmamizda bu sinoq masalasini güzel yetarlik eshib berildi deb qarayman. Yana uzatmaydi. Shada axlashtirdik. Ko'p rahmat. At inshaalloh davomlashtiramiz. İnşallah. Qadrli ko'ruvchilarimiz, haqiqatan o'tgan, yani tunugungi bölümümüz ve bugungi davomlashgan bölümümüzde sinoqlarninki, balo qazolarninki beşimiz kelayotgan har xil yashayotgan hozirgi muhitimiz bo'lsin. Bunun kaynida bir hikmetlik, her narsani bilib turadigan ve bizga ajoyib mehribon, yani bizni o'zimizning onasidan bakrak yaxshi ko'radigan bir Allohning tadbir qilishi, Allohning hammani ko'rib turishi, shundoq öz iradesi bilen, büyük hikmeti bilen o'rinlashtirishi aslında menayotganligini, hiçbir ishning tuyuqsizdan ve Allah Xitoyga balo avatmoqchi bo'lib, avatgan balo yo'lda ketib berib, ezib qilib bizning ustimizga kelib qolgan ish yo'q. Allah alimun hakim bo'lgan Rabbim Allah subhanahu taala hammani bilib turdi. Herkes ümidsizlanmaslik. Ben abay ustadım deb o'tdim. Şu mayli dini programmalarımızda bo'lsin yoki xabarlarda, mesela her kunlik xabarlarimizda ba'zi qarindoshlarimizningki nihoyatda inkoslarga qarab turib, bu inkoslardan ba'zi inson qo'rqudi, insonni iymondan chiqarib turgan inkoslar va qadrli qarindoshlar. Islomga bizning shu musulmon bo'lib qolganligimiz uchun minda bo'yatimiz. İslam dünyasındaki özünü Müslüman devat kallanmış, bizni taşıp etti. Hemmimiz mandakla, andaklı deb. Din sebeplik mi devam kaldık. İslam kirmegenden bu yan Müslüman Uygurlar diye mandak güçlü kavim diye kirgendeki müşna izlip mandak diyendek nihayeti bir xil inkasla, korkunçlu inkasla var. Bu şekilde qarash bir müminni Allah saklasın imandan ayrı tutulan derecedeki fikirler var. Bunun da saklanışımız gerek. Sözlep ötüldü mesela, yani Rabbimiz Peygamber sallallahu bir hadisi var, bir günü sahabeler candan keyin bir ayolninki asirlarning arasida şu küçük balasını tepelib şu balasını izlep tapqa hamma yugurib berib quchoqlab bag'riga besib ketadi. Bu manzilni ko'rgan vaqtda Rasululloh sahabelarga deydi: "Mushu ayolninki mushu hozir quchoqlab turgan mushu balasini o'tqa tashlashiga qanday qaraysizlar? O'tqa tashlanmaslarcha" desa, "Yo, hargiz mumkin emas o'tqa tashlashi" deb shuni degandan keyin Payg'ambar sallallohu shu yerda Alloh subhanahu va taoloning bizga qanchalik mehribon ekanligini ajoyib bir dars berdi. Allah mushu ayolning vallahu arhamu li abdihi min hazihi al-mar'ati li waladiha. Allah subhanahu va taolo bandasiga, ya'ni bizlarga mushu ayolning shu balasiga o'zining yurak barisiga bo'lgan muhabbati, rahimdilligidan bakrak rahimdil yani. Bizni Allah tashlab etmedi. Bizga o'chib qolmadi Allah subhanahu va taolo. Buning hammasi bizga berilgan bir dars. Bizni uyg'onsin, so'zlab o'tildi hamma narsani. Bizni uyg'onsin, kallasini silkib olsin, mening rahmatimga erishsin deb uxlab qolgan, bexudlik turayotganni bir millatni uyg'otadi. Biz nurg'un ishlarni bilmaydik, nurg'un ishlarda g'aflatda yashayotgandik. Bu ig'ir beshimizga kelgan musibat bizni ig'ir darajada uyg'otdi. Shuning uchun har narsaning yaxshi tarafini o'ylab, Rabbimning chuqum bizni go'zal bir xushallantiradigan
yürekimizden menge ketmeydigan bir hoşallıkka pat arada eriştirdiğanlıkka buğa imanımızda kılçılık təvirliş olmasın qadirli qardaşlar. İşencimiz bu olsun. Allah çokum nusret verdi. Hergiz bu zalim, bu kafirler devran sürmeydi hergiz. Bu imanımızla yaşayalım. Kallımızda, beşimizde tik tutup yaşayalım qadirli qardaşlar. Allah ömür ve saatlik programımızda yana görüşküçe sizlerle Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunaqla icabetlik dualarınızda bizler için hem bu uluq küllerde dua kılışını unutmayısınlar. Allah'a aman bulunlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Kullul kulub ila'l habibi temilu ve ma'i bihâzâ şahidun ve delîlu emmad delîlu إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل